yaxshi odam bo'lish ham, yomon odam bo'lish ham tanlov o'zingizdan. Bu yerda Alloh siz men bu bandamni yomon qilib qo'yaman, men buni yaxshi qilib qo'yaman. Bunga pul beraman, bunga bermayman. Buni baxtli qilaman, buni baxtsiz qilaman demaydi. Buni kasal qilaman, buni sog'lom qilaman demaydi Alloh. U hammamizga borku bizga tanlov erkinligi berib qo'ygan. Kasal bo'ldingizmi, ayb o'zingizda. Nima uchun? Siz faqat bola chaqam dedingizda o'zingizga qaramadingiz. Organizm u ham живой. Organizm e'tibor talab qiladi sizdan. Jigar sizdan xafa bo'ladi, oshqozon xafa bo'ladi, pochka xafa bo'ladi, ichaklaringiz xafa bo'ladi, qonlaringiz xafa bo'ladi, miya xafa bo'ladi. Keyin ular kasal bo'ladi. Uni tegida "Hoy, menga e'tibor" deydi. Shunaqa qilmasa biz qaramaymiz-ku o'zimizga. Shu jigarimiz og'risa, "Oy" deymizda, o'sha paytda ozgina o'zimizga e'tibor bersak, jigar aytadi, "Ay, Xudo beri, ozgina menga e'tibor ber" deydi. Yoki yurak ozgina sanchib qo'ysa, "Juda yuragim sanchyapti, shu kardiologga borishim kerak edi. Meni yuragim sanchyapti" degan paytda, o'sha paytda yurak mazza qiladi. "Voy, menga ham e'tibor berdi. 2 kundan beri faqat menga e'tibor beryapti" deydi. Shu pastdan og'rib tursam ekan deydi. Keyin pastdan og'riydi u. Потому что men og'risamgina bu undoq menga e'tibor berar ekan deydi. Kim tushundi hozir?